do'stlar, mana 8 quloqli kavragimiz. Ko'pchilik so'rashadi, ertachiroq hosilga kirsak bo'lmaydi. Bo'ladi, mana shu kavraklarning 4 yillik kavraklar. 100% kirmaydi. Kamida 4 yillik kavrakdan 20-30% hosilga tayyor bo'ladi. Mana shunaqa katta bo'ladi, mana shunday hosil olsa bo'ladi bulardan. Mana ikkalasi bir vaqtda ekilgan. Ikkalasi ham 4 yillik. Ayrimi kichkina bo'ladi, ayrimi katta bo'ladi. Rivojlanishi har xil bo'ladi. Mana bular ko'chatlik uchun ekilgan bo'lsa, ularni mana bu holatda orasini 50 santimetrdan 70lik agatga mana shu holatda eksalaringiz yaxshi bo'ladi. Ayrimlari mana bunaqa katta ham bo'lib ketadi 4 yilda. Bu suvsiz yerda ekilgan kavragimiz. Bunaqa gaplar do'stlar. Video yoqqansa like, podpiska do'stlarga ulashib qo'yamiz.